Yomg'ir ham juda ajoyib yog'yapti. Gap yomg'ir haqida emas. Bugungi mavzuyimiz bodring urug' haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Asosan nimalar? Bodring urug'i kasalliklari haqida. Ekranda qo'yib o'taman. Bodringning shakli buzilib ketishi, keyin shaklini o'zgartirib yuborishi asosan nimalarda bo'ladi? Bu ochiq dalada ko'proq kuzatiladi. Ochiq dala maydonlarida bodringning shakli noqsifat, yo'msan beli qisilib qolishi, shaklini umuman o'zgartirib yuborishlari ilgarilari SSR davrida yer balini o'lchashardi. Turpoqdan ozgina olib borib, laboratoriyaga borib, bu yerda nima eksa bo'ladi, nima ekilsa yaxshi daromad qilsa bo'ladi, yo yaxshi hosil olsa bo'ladi deb turib ilgari tekshirilardi. Hozir unaqa narsalar yo'qolib ketgan. O'shaning uchun yerda ozuqa kamligidan shu rasmdaginaqa bodringlarimiz shaklini o'zgartirib yuborishi mumkin. Asosan ozuqa yetishmaslikdan, keyin ob-havodan ham kasalliklarimiz kelib qoladi. Hozir biz sizlarga bitta chiroyli video qilyapmiz. Alisherxon aka, kitob olsangiz, shu kitobdan ozgina aniq qilib bersa, vaqting. Bizni do'konimizda agronomimiz borlar, Alisherxon aka. O'sha asosan bu yerda urug' sotamiz, dorilarni ham sotamiz. Jamiki ekillarda uchrab turadigan kasalliklar haqida bemalol maslahatlarni so'rab, ular haqida ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Hozir o'sha bodringni mozaika kasalligi bor ekan. Mana. Mozaika kasalligi. Bodringlar shunaqa shaklga kelib ketadi. Bulinimiz kasallikdan bo'ladi. Mana shu holatda, mana bodring holatini o'zgartirib o'rib, mana barglari bu ildiz kasalligi. Mana bodringda ko'proq shunaqa kasalliklar kuzatiladi. Nima demoqchiman? Yerda ozuqa yetishmasa, keyin ob-havodan ko'proq kasalliklar bo'lib qoladi. Shunda ko'pchilik aytishadi, siz bergan urug' yaxshi emas ekan. Urug'ingiz noto'g'ri urug' ekan deb ko'pchilik aytishadi. Shunga sizlarga bitta chiroyli video qilishga qaror qildim. Kelsangiz, shu kitob orqali sizni ekiningizda qanaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, shu muammolarni birgalikda yechamiz. Albatta sizlar kelib aniq qilishingiz kerak. Bu kitobni gideta birinchi marta ko'rganimga 10 yil, 12 yil bo'ldi. Asrab yuramiz anchadan beri. Bu kitobda ancha ma'lumotlarimiz bor. Daji bizni bu hayotimizning mazmuni bo'lib qolgan desak ham bo'laveradi. Ma'lumotlarimiz sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlashni davom etasizlar. Sizlarga chiroyli videolarni qo'yib boramiz. Dorilarimiz ham bor. Pastda agronomimizning nomerlarini qoldiraman. Bemalol telefon qilib, dorilar haqida ma'lumotlarni olib, ekinlaringizni qanaqa parvarishlash kerak, qaysi holatda dori berish kerak, qanaqa vitaminlarni berish kerak, shular haqida bemalol maslahat so'rayverasizlar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.